Sandwich paneldan nimalar qursa bo'ladi? Bu sandwich panel nimalarga yaraydi degan savollarga bugun javob beramiz. Assalomu alaykum Bertus guruhi obunachilari. Bugun biz Sataf sudi Qo'qondagi filialdamiz. Hozir biz Sataf sudi ishlab chiqarish zavodining ayni xolodilnik bo'limidamiz va bu bo'lim to'liq sandwich panellardan qurilgan ekan. Sandwich paneli ham ayni qanaqasi, ya'ni Penoplast sandwich panel zichligi 20 plotnosga teng bo'lgan sandwich panellardan bu ayni xolodilligimiz qurilgan. Biz egalaridan so'raganimizda bu zdaniyani qurilishi 2021-yilda tugaganini bizga xabar berdi. Ya'ni 5 yildan beri bu bino o'z faoliyatini yuritib kelmoqda va ko'rib turibmizki, sandwich panellarni holati a'lo darajada. Sifati joyida, hech qanday sinmagan, buzilmagan, yirtilmagan, yaxshi holatda saqlanib turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bino ikki qismga bo'lingan, ya'ni asosiy qism va alohida omborxonalar. Bu qanaqa? Asosiy qism ham xuddi sandwich panellardan qurilgan va omborxonalar. Bu yerda havo harorati past gradusda ushlab turiladi, ya'ni 0, +4 atrofidagi gradusda ushlab turilar ekan. Ochsa bo'ladimi? Ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda o'sha turli xildagi sut mahsulotlari saqlanadi, ularga ishlov beriladi va ular sosuv bo'limlariga yuborilguncha bu yerda saqlanib turiladi. Hozir biz xolodilnikning maxsus qismi, ya'ni harorat past darajada ushlab turadigan maxsus xonadamiz. E'tibor qilgan bo'lsanglar, bu yerda xonani shift, ya'ni patolog qismi ham, devor qismi ham sandwich panellardan qilingan. Yaqinroq keling. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, sandwich panelining qalinligi qanchalik holatda. 10 sm qalinlikda, plotnosda 20 plotnosda. Sandwich paneldan xolodilnik qurayotgan vaqtda shunga e'tibor berish kerakki, bu albatta sandwich panelining zichligi. 20 plotnosdan kam bo'lgan sandwich panellardan xolodilnik qurish tavsiya etilmaydi. Sandwich paneldan xolodilnik qurishda siz xolodilnikning atrofiga g'isht terish yoki termasligingizga qarab, uni qalinligini belgilasangiz bo'ladi. Agar g'isht termagan taqdiringizda ham sandwich panelingizning qalinligi 25-30 qalinlikda bo'ladigan bo'lsa, bu haroratni juda yaxshi ushlab beradi. Mana qadrli obunachilar, ko'rdinglar, sandwich panellardan ham shunaqa chiroyli, ajoyib, mustahkam holatdagi xolodilniklarni, zdaniyalarni qursa bo'ladi. Eng muhim qoida sifatli sandwich panelni tanlash va obyektga mos turdagi materialni tanlash. Agar siz obyektingizga qaysi turdagi panel, qaysi qalinlikdagi, qaysi zichlikdagi panel tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, quyida raqamlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lansangiz, sizga bepul konsultatsiya beramiz. Bertus Group bu haqiqiy sandwich panel ishlab chiqaradigan zavod.